Yaxshimi? Bo'sh qo'y. O'tiravering. Marhamat. Seftraction inyeksiya qilish qoidalari. Inyeksiya joyi dumbaning tepa tashqi qismi mana. Iloji boricha sal teparoqqa qilaverish kerak. Chunki bag'da yoq qatlami bor, ignamiz kalta. Yoq qatlami o'zi inyeksiya qilib qo'ysa, bez bo'lish ehtimoli ortib ketadi. Shuning uchun mana iloji boricha 3 ta spirtli paxta bilan qilsangiz, ukolingiz ham og'riqsiz bo'ladi, bez bo'lish ehtimolini oldini olgan bo'lasiz. Buni sal ignasini bo'shatib olamiz. Birinchi shpritsimizda Novocain jo'natamiz. Qarang. Spirt bilan artilgan joy, ignani sekin kiritamiz. Orqaga tortib ko'rasiz, haligi ba'zida bo'ladi, qon tomir tushib qolishi mumkin-da, igna. Qon keladigan bo'lsa, Novocainni jo'natib bo'lmaydi. Davleniyani pastlab oladi. Sekin Novocainni inyeksiya qilamizda, og'riqsizlantirib olamiz mahalliy. Yaxshi ma'lumot. Bu ortmaydi. Novocain anesteziya qilishga ulgurmagan joylarga o't ketib qoladi-da, og'riq beraveradi. Saylar bo'ldi. Intramuscular injection. Wiped injection site with skin antiseptic. Insert the needle. Boş koy. Slowly inject the medicine. Pat skin antiseptic and remove the needle. Thanks for watching. Seftraction ukolini og'riqsiz qilishni ko'rsatib o'taman. Inyeksiya joyi mushakning tepa tashqi qismi. Spirtli antiseptikda artib olamiz. Birinchi bo'lib Novocainni inyeksiya qilamiz. Novocainni inyeksiya qilishimizga sabab shu joyda уже og'rig'i bloklaydi. Birinchi orqaga tortamiz, sabab qon tomirlari bo'lishi mumkin. Novocainni inyeksiya qilganimizda уже bu yerda og'riqsizlanish jarayoni bo'ladi. Antiseptik qo'yib ignani so'rib olamiz va bosib turamiz inyeksiya joyini. Boş koy.
Bilemedim. Qotirolmadim-da. Bo'ldi. Qotirasana. Krutoy ministrga qotirganmiz. Yaxshimi? O'chiring.